Yaponiyada jangmi, to shimolga yo bo'ldi, 23 kishi jarohati oldi. Bu daraja munitsipalitetlarning evakuatsiya qilish to'g'risida buyruq berishi uchun yetarlicha yuqori. MAGA jangchisi Loren Boebert Trump o'z ishiga tayyorlaganidan keyin javob qaytardi: "Ishim bor." Kolorado shtati davlat kotibi ma'lumotlariga ko'ra, Trump Kolorado shtatida nomzodlar uchun ariza topshirishning oxirgi muddatidan 2 oy o'tgach, 18 mart kuni kelgan MAGA qat'iyatiga asosiy e'tiroz bildirishga chaqirdi. "Xo'sh, men birinchi darajali bo'la olmayman", dedi u chorshanba kuni Capitol Hill'dagi Independent nashriga. "Mening asosiy tanlovim yopiq, shuning uchun men prezidentni qo'llab-quvvatlayman va biz oldinga intilamiz." Trump Kongressdagi eng katta tarafdorlardan biri bo'lgan Boebertga Trumpning Vakillar palatasidagi Respublikachilar konferensiyasidagi eng katta tanqidchisi bo'lgan deputat Tomas Massi uchun saylovoldi tashviqotini olib borganidan keyin zaif fikrli deb hujum qildi. Shunday qilib, texaslik senator prezident o'zining asosiy dushmanini qo'llab-quvvatlaganidan so'ng magistral yo'lga Trump nomini berishdan voz kechdi. Cornyn o'zining asosiy saylovida Trump poygada ma'qullagan Texas bosh prokurori Ken Paxtonga yutqazdi. Poyga davomida Cornyn Trumpdan bosh egmoqchi bo'ldi va Trumpni 47 prezident sifatida ko'rsatib, AQShning 287 magistralini shtatlararo 47 ga o'zgartiruvchi qonun loyihasini ilgari surdi. Oz poygasida mag'lub bo'lganidan so'ng, senatorning ta'kidlashicha, nomni o'zgartirish keyingi 7 oy ichida mening ustuvor vazifalarimga kirmasligi mumkin, deb yozadi Mediaite. Cornyn orqaga chekinsa ham, Texasdagi yo'l hali ham Trump nomi bilan tugashi mumkin. Texas shtati vakili Jared Patterson Dallas shimoliy pullik yo'lini prezident sharafiga o'zgartirishga 4 yosh o'g'lining qoldiqlari hovlisiga ko'milgan o'g'lini o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Washingtonning Aberdin shahridagi politsiya 36 yoshli erkakni 2-darajali qotillik, 1-darajali odam o'ldirish, inson qoldiqlarini noqonuniy yo'q qilish va davlat xizmatchisiga yolg'on bayonotlar berishda gumon qilib hibsga oldi. King 5 ga ko'ra. Ushbu xabarga ko'ra, erkak hech qanday jinoyatda rasman ayblanmagan. Politsiya 12 may kuni gumonlanuvchining 6 yoshli qizi haqida bolaning yo'qolib qolganligi haqidagi arizasiga javob berayotib, bolaning bedarak yo'qolganidan xabar topgan. Qiz hodisasiz topilgan va voqea yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Biroq politsiya tergov davomida gumonlanuvchining o'g'lini anchadan beri ko'rmaganini bilib oldi. Qarindoshlar farovon. Eronning jahon chempionati o'yinchilariga AQShga kirish vizasi berildi, dedi Oq uy rasmiysi. Ushbu rivojlanish ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat sharoitida yuz beradi. Eronning Meksikadagi elchisi Abolfazl Pasandide payshanba kuni kechki payt otryad hali ham AQSh vizalarini olmaganini, ammo ular bir kechada berilganligini aytdi, dedi Oq uy rasmiysi. Tehron viza muammolari va Eronda jamoaning Qo'shma Shtatlardagi mavjudligini minimal darajada ushlab turish kerak degan hissiyotlar tufayli jamoa bazasini Arizonadan Meksikadagi Tijuanaga ko'chirish bo'yicha so'nggi daqiqalarda muzokaralar olib bordi. Ular yakshanba kuni erta tongda Tijuanaga qo'nmoqchi. Eron G guruhidagi birinchi o'yinini 15 iyun kuni Los-Anjelesda Yangi Zelandiyaga qarshi o'tkazadi. U erda Seattle'da Misrga qarshi maydonga tushishdan oldin Belgiyaga